Assalomu alaykum butun dunyo ahliga. O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Buxoro viloyat bo'lim raisi G'afurov Nurlo Shukurovich bo'laman. Rahmat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga, O'zbekiston xalqiga shu 10 yil ichida ancha yengilliklar, infrastrukturalarni rivojlantirishga keng yo'l ochib berdilar. Islohotlarni ham qurib chiqishga shu qatorida davlat dasturlarini ham va joylardagi choralarni chiqarilgan farmon va qarorlarni tashkilot rahbarlari soxta ma'lumotlar bilan yozish yoki o'shalarni bajarmaslik holatlari uchrab turibdi. Inson huquqlariga himoya qilish qo'mitasi Buxoro bo'limi tashkilotiga O'zbekiston Respublikasi viloyatlari fuqarolaridan jamoaviy ba'zi kamchiliklar bilan taklif maqsadlari xatlari orqali chiqishadi. Ko'plari bizning tashkilotni bilishmaydi. Islohotlar davlat dasturlari bo'lsa, joylardagi rahbarlar farmon qarorlarini bajarsalarmi xalq boy bo'lar edi. Xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'lur. Xalq naqli bor. Prezidentimiz kuyib, yonib xalqim desayu, joydagi rahbarlar bajarmaysa, qanday yangi O'zbekiston deymiz? Xalq kosasi to'lib bo'ldi. Misol, Prezident farmoni 54-30 umuman bilishni istamaydi. Oddiy xalq farmoni hali u yoqqa tursin. Yoki Prezident farmoni bilan tadbirkorlar ishchi loyihasini Prezidentga taqdim etishmaydi. 5 yildan beri biz chiqamiz. Rossiya Federatsiyasi sanoat savdo vaziri hurmatli Makroustan 25-yil, 26-yil, 29 yanvarda xat oldik. O'zimiz nikilardan 25-yil Prezident administratsiyasi raisi rahbari Saida Shavkatovnaga jo'natgan edik. Ota-onasiga tarbiya bergan Prezident farmoni ijrosi bo'yicha prokurorlarga, departamentga, adliya, savdo sanoat palatasiga, respublikadan menga telefon qilishi orqali bog'lanib, bu viloyat prokuraturasi, departamenti, adliyasi, savdo sanoat palatasiga chiqib, siz bilan suhbat o'tkazishadi deyishdi. Menga viloyatdan, adliyadan tashkilotlar chiqishdi. Operatsiya holatida edim o'sha payt. Bizga hujjatlarni taqdim eting deyishdi. 4 yil hujjat taqdim etganmiz. Ular bilishardi. Shunday bo'lsa ham bir nusxasini adliya
bergan edik. Qolganlarga adliyadan olinglar dedi. Men bilardim. Ular menga yoki 4 ta tadbirkorga qarshi emas. Bu bilan prezidentga qarshiliklarni namoyon qilishdi. Ya'ni menga oyog'imni xalqni emas, prezidentni oyog'ini bosishdi. Shu bois islohot, yana islohot kerak. Barcha tashkilotlar esa bizdan yo'nalishni ishlarini olib bormoqda. Shu bilan tadbirkorlarning ishchi loyihalarini to'xtatib, soxta hisobot prezidentga berishadi. Shu bilan birga Shavkat Miromonovichni aldashadi. Nega xalqimizga shuncha farmon va qarorlar chiqqan, yengilliklar berilgan, tadbirkorlarimizning yo'lini ochib berilsin degan. Bular bizga, tadbirkorga, fermerlarga o'zini o'zi band qilish, boqimandasiz yangi ish o'rinlari yaratish bilan shug'ullanishmaydi. Soxta hujjatlar bilan prezidentning oyog'iga bolta urishmoqda. Nega prezidentimiz bularni yig'ilishda aytib yana qo'yishadi? Bularni bartaraf qilish kerak. Har bitta yo'nalish bo'yicha islohotlar o'tkazish kerak. Ichki ishlar, prokuraturadan, hokimlardan, vazirliklarda, senatda barchasiga islohotlar o'tkazilmasa, xalqqa qiyin bo'ladi. Prezidentimizdan yana shuni talab qilamizki, xalqqa berilgan imtiyozlar, xalqqa berilgan barcha shu infrastrukturalarni joylarda hal qilishda o'zlari turmasalar, bu befoyda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 3-oy 2026-yil xat bo'yicha Suriya bayram tomonidan jamoatchilik asosida Xalqaro inson huquqini himoya qilish qo'mitasiga yanvar oyi taklifi bilan chiqqan edik. Ya'ni poliklinika, bog'cha, maktab. Ular prezidentimizga, administratsiya rahbari Saida Shavkatovaga, senat raisi Tanzila Norboyevaga, G'afurjonova Diloromga, hisob palatasi raisi Abdullayev Mehriddinga, Konstitutsion sud G'afurov Asqar, huquqlari milliy markaz raisi Akmal Saidov, inson huquqlari raisligidan ming rahmat. Prezident farmoni ijrosini ta'minlashdi. Tuman hokimi tasdig'i bilan maktab, bog'cha, poliklinika qurilishlari boshlanganlari to'g'risida xatni oldik. Cheksiz minnatdorchilik barchaga ko'rsatib o'tilgan rahbariyatlarga farmon ijrosini ta'minlaganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sababiki inson huquqlari yetim topishiga G'afurov Nurulla bobo jamoasiga rahmat.